mingdan pul beryapsiz, 22 mingdan. 44 ming pulga, onasini emsini. Voy bile. Men hayran tan bermadim akalar. Ishoninglar. Tan bermadim. Bekdod akam yordam berar ekan aka. Rahmat o'sha akaga, katta rahmat aka. Bo'ldi aka, gap yo'q. Aka 700 ming to'liq tashlab berasiz aka o'sha odamga. Vatanga qaytaversin bo'ldi aka. Iloji yo'q-da. Bo'ldi aka. O'sha insonga rahmat ayt. Rahmat katta. Menga bir 10%dan tashqari 50 ming bersangiz bo'ladi aka. Aka sizga 100 ming dedim, lavz akajon. 100 ming. Tamam. Men bitta gapiraman aka. Tamam aka. Tamam. Bo'ldi, 10 ming kutamiz balkon. Akalar, cho'talchilar hech bo'lmasa omad deb yozib turinglar, uxlamasdan. Ras pul berolmayapsizlar. Omad demay to'xtab qolmaylar. Tabrik deb yozib aka bu. Tabrik deb yozib turing. O'sha administ yozib tursin aka, kimlar yozganini aka. Da. Adminlar. Aka, bum kasal tojiklar sikib ketdi, yordam bering deydi. Xo'p. Kasal yordam qiling deydi. Kim yordam qilsa sikaman deydi. Nimaga sikasan? Akalar, tabrik deb yozib turamiz. Tabrik deb yozib turamiz. Tabrik deb yozib turinglar akalar. 5 mingdan olasizlar. 5 mingdan. Mana shu aka o'zi yozib tashab, hammaga 5 mingdan tashab beradi mana shu yerda. Birinchi bo'lib Bejod akamga tashlaydi. Yaxshi kunlarga ishlating deydi. Rahmat aka, rahmat. Tabrik deydi, gap yo'q akalar. Tabrik deydi.